Komandirlar, assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. YouTube kanalimiz obunachilari kommentariyalarga juda ham ko'p mavzularni taklif qilishadi, ya'ni ularga yetkazib berishimizni. Shu mavzularni eng ko'p so'ralayotganlari oralaridan saralab olinadi-da, rejaga kiritib qo'yiladi. Baribir Xudo xolasa yashashaversak, bir qator shu odamlarni qiynaydigan, sizlarni taklif qilib turgan barcha savollaringizga video ma'ruzalar yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz esa mana shu yoshlarimizni, ayollarni hamda yigit erkaklarni ham birdek qiziqtirib kelgan mavzu bo'ladi. Bunda hech e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p qalbaki biznes uchun, pul uchun odamlarni nozik joylaridan foydalanib, ularning pullarini shilish, shularni odamlarni soddaligidan foydalanib boyib qolish istagidagi firmani doralari ko'payib qoldi. Shularning orasidan ayniqsa sochlari o'stiradigan, kipriklari, qosh yoki soqolni o'stiradigan deb aldab sotib turganlari ham juda ham ko'p. Ana endi oxirgi takliflaringizdan kelib chiqqan holda men bugun sizlarga kipriklarni, qoshni va soqolni tabiiy ravishda parvarish qilish, ularni to'kilib qolishini oldini olish hamda o'sish jarayonini tezlashtirishi uchun ham tabiiy, ham bezarar bo'lgan bir nechta usullarini tushuntirib bermoqchiman. Zeroki endi odam yaxshi yashagan sayin o'ziga e'tibor bergisi, yanada atrofdagilari orasida chiroyli ko'ringisi keladi. Shu baribir ayniqsa uylanmagan jumonlar shu Pocahontaslar oldida chiroyli ko'rinsa, yo bu jumonga oldida turmushga chiqmagan qizlarimiz tangimlar bir ajoyib bir tabiiygina chiroyi bilan ko'ringisi, o'ziga chiroyli turmush o'rtog'i topish uchun oldin o'zi chiroyli ko'rinish kerakligini biladi-da. Endi inson birinchi navbatda ichki dunyosi sog'lom bo'lsa, ya'ni uni psixologiyasi, qalbi toza bo'lsa, bundan keyin uni yashayotgan atrof muhiti toza bo'lsa, pok ozodalik bilan sog'lom turmush tarziga rioya qilib yashaydigan bo'lsa, zararli odatlari bo'lmasa, hamda uni ichki a'zolari yaxshi ishlab turadigan bo'lsa, u shundoq ham sekin chiroyli bo'lib, chiroyiga chiroy qo'shib, ko'rgiga ko'r qo'shib boraveradi. Menday deb olayman shu vaqtida. Endi har doim obuna bo'lib tomosha qilib kelayotgan bo'lsangiz, men mavzularni shu hazil-omiz qilib, bir kulishib olib borishni yoqtiraman, chunki o'zim hayotda sho'xchilikni, quvnoqchilikni yaxshi ko'raman. Har qanday bu masalalar, har qanday vaziyatlar bu hayotda o'tkinchi. Bir O'zbekiston telekanalining jurnalisti statusida